Assalamu alaikum, qarindoshlar, qadroq ahvolinglar, yaxshimi, salomatchilikmi? Hammanglarning Ramazoniga muborak bo'lsin. Kelayotgan ro'zayitinglar muborak bo'lsin. Alloh rahmat qilsin. Hammanglarning oilasiga Alloh barkat, tiniga salomatlik nim qilsin. Amin. Alhamdulillah. Necha yildan davomli oshxona ichib kelayotgan olim Odilog'in ham men yaqindan boshlab mana shu cho'ng restoranni oldi. İşçimiz şunda ko'rkam, uning ustiga tirishchanligiga Alloh barkat berdi. Tini salomat bo'lsin. Og'inamniki ochgan restoraniga muborak bo'lsin. Ulug' kunlarda mana shu Amsterdamda restoranni ochdi. İşçimiz shunchalik kangri ozoda, uning ustiga kelib hammanglarniki restoranga tomoq yeb, choy ichib ketganinglarni umid qilamiz. Hammanglarni quvvatlab qo'yganinglarni qarshi olamiz. Hammanglarning Ramazoniga muborak bo'lsin. Alloh rahmat qilsin. Yeng ochgan oshxonasi mana dengizning bo'ylari shunda ko'rkam, uning ustiga shunda yaxshi og'inamniki tirishchanligiga Alloh nim qilsin. Mana Bulapma Gollandiyadagi qarindoshlarniki hammanglarniki mana shunda tirmishib bo'shliq yani to'ldirib hammanglarniki nim qilishini umid qilamiz. Alloh rahmat qilsin. Hammanglarning Ramazoniga muborak bo'lsin. Kelayotgan ro'zayitinglarga muborak bo'lsin. Amin. Alhamdulillah. Odilog'im ikki qiz so'zlab qo'ysin. Assalamu alaikum, Gollandiya jamoati, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Ramazonlar muborak bo'lsin. Shu bir yillik oshxona izlashlar jarayonida shu muvofiq oshxonada biz chiqib, Xudoyim bilsa yaqinda ish boshlamoqchi. Amin. Shu 4-oyning 23-i, 4-oyning yakshanba rasmiy ochilish bo'ladi. Alloh rahmat qilsin. Hozir ham bu Gollandiya jamoatiga bir iftorlik faoliyat o'rashtirgan. Alhamdulillah. Shu Gollandiya jamoatiniki qo'llab-quvvatlashini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Alloh rahmat. Choy pay bo'landi, to'y to'kin bo'landi. Qanday ish bo'lsa, oldinlar tilpa urib qo'yib, o'rin zakaz qilib kelsanglar bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Hammalarga rahmat. Rahmat. Kelishinglarni tizgin qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Alloh rahmat qilsin hammanglarga.